Cobalt motor moylarini almashtiramiz. Mana oldin motor moyini almashtirgan, oldingi ustuni filtr yechgandan keyin moy oqqan, moy oqib tushgan. Bundan ortdagi moy tushgan. O'sha moyni artmagan, yuvmagan. O'shandan keyin bunaqa chirk yig'ilib qolgan, bunaqa chirk. Mana chirk yig'ilib qolgan. Bunaqa chirklar yig'ilib qolgan. Mana antlarga chirk yig'ilib qolgan. Endi buni biz suv bilan yuvib tozalab qo'yamiz. Mana bunaqa shampunli suv bor, ana kimga jo'natib qo'yishni bilasizlar? Qaysi ustalarga jo'natib qo'yishni? Mana shu bunday yuvib olsa bo'ldi. Olam Guliston yaxshilab yuvib qo'ysa bo'ldi. Hozir endi buni biz qirib tozalab yuvib beramiz. Bunday qilib. Moy yuvib tashlasa, unaqa chirk bo'lmaydi. Kimga jo'natib qo'yishni bilasizlar?